Ama şu şayarda yaşayotgan dostlarning ig'ir bosh qitinchiligi bor. O bo'lsa qanday deganda, sirtdan mehmonlarimiz kelib qolsa, nega boshlasan bo'ldi, nega o'rlashtirsan bo'ldi degan bosh qitinchiligimiz pek ig'ir. Bo'lib shu tamoqqa boshlash masalasida bizga lozimligi o'sha muhiti yaxshi bo'lgan, uy taomlar ham chiqadigan, kavobning turlari to'liq bo'lgan, mulozimati yaxshi bo'lgan, eng muhimi tamoq o'xshaydigan oshxona yo'q emas, batdi, lekin soni bek oz. Her qatim o'zim shaxsan o'zimning mehmonlariga gelsimi, nega boshlasan bo'ldi, qaysi oshxonaga kiraman deb xiyol qilaman deb bo'lmaydim. Bugun mush masalada to'liq altuk sal bo'lgan bir oshxona deb qoldim. Uy taomlar ham bor, kavob turlari ham bor, hamma narsa chiqadi ekan. Unda olib qolsa biz shu manzil kavob taomlariga bir baraylik yuringlar. Hey balanza. Mana maaşxan qaraydigan bo'lsak, mana tunu kavobdan tortib hammasi bor. Eng muhim bir masala, shu oshxonaning lobini o'zi bir qulluq kavob pishirdi. Tashqimlar aldandilar. Sizlar bir shayadagi do'stlarimizning bosh qitinchiligini yeniklatdi deb maxsus ziyoratga film tatqil keldim. Shu izchil kavobni o'zlari pishirdilar. Kavobning turini chiqadi. Kavabın turu 10 xil vardı hazır. 10 xil var hamda. Bunu kavab bilan qo'shilib. Uni olib qolsa shahardagi barliq do'stlarimizga shu tilning muhitni, tamoqni bir tushundirlar. Menga kavobdan, tunu kavobdan, bir lag'mandan, polodan qo'ymamlar. Bo'ladi, chatoq yo'q. Uni olib qolsa muhitini bir ko'raylik manzilning. Shu manzil kavob taomlari echilgandan beri qachonlik kelsam liqqida adamjima hozirmi liqqida to'shib ketibdi. Uni olib qolsa bir o'rin deb o'ltiraylik. Mana manzilningga o'xshagan lag'manlari, pololari, tunu kavoblar shunda ketibdi. Şu qaraplam seriq su kelib turdi jima gaq qilsam meqib ketaydi qoldi. Chiqib pek o'xshagan chiroy bir tetib yapaqaylimi? Uni olib qolsa xo'sh. Tiqallab olison. Do'stlar, pololar qarasak, go'shtlarmi shunda jonli holatda, doncha holatga yumshoq pishibdi. Go'shtlarmi shunda jiqqa anja polosda. Ananiki kishmish savuzlari o'ziga tushliq shunda tatliq tam chiqarib, mush poloni o'zigacha bo'lgan tamga aylantiribdi. Hozir gaq qilsam seriq suv kelib, aran deyotma gaplarni. Lag'manlarni bir tetib yapaqaylar qarsak, lag'manlarmi shunda o'xshagan chiroyjima. Qarsak bo'ldi, üst tarafida liqqida go'shtlar bo'lganjima shunda payzolatda elish turib bir yapaqaylar. Mush qochilarmi bir xil cho'ng'oy naslda deganjima. Unda olib qolsa bir detaylar. Tiqqalla. Do'stlar, men lag'manlarni shunda payzolat pishib ketibdi. Shu cho'ng'oy degan lag'manning ta'mi o'z zayni bor ekan. Uy lag'man degan mush shuda zodi. Shayarga kelgan do'stlar bir qatim tetib yeb ko'rib baqsanlar bo'g'dak. O'xshaydi bu lag'manmi? Mana o'xshagan kavoblarni da yeyib ketijmi? Qarasaqlam shunda o'xshab turdi, suvlari chiqib turdi bu kavoblarning. Mening nazarimdan ham shu lag'man bil kavobdan noch tamoq yo'q deb qarayman. Bir tetib baqila. Qipqagan lag'man bilsak texim huzur bo'ldi. Bak go'shtlari shunda yumshoq, shunda pez pishibdi. Paqlanning go'shi o'xshaydi. Shunda yeyish holatda. Xo'sh, tiqqanlar, ham bir tetinglar. Mush lag'man bilan kavobning huzurini faqat biz Shinjonliklar haqiqiy his qila olamiz deb o'ylayman. Sizlarchi qanday do'stlar? Ham bir tetaylik. Peyzi cuma peyzi. Matonu kap qarab do'stlar bir xil seriq suv kelib og'zimga. Aran turib cuma. Bir tetib yapaqaylar. Shunda o'xshagan tunu kaplar. Nadan yesak ular. Shunda peyzi olatdi. Mana. Wow. Shunda cho'rak peyzi pishibdi cuma. Tamoqda haqiqatan so'yiqchimi do'stlar. O'zim yolg'iz yeb meni mushalsim qalayim qanqavatdim. Shunda payzolatda meylama kavob turlari lag'man bo'lsin, polo bo'lsin, anjam poloma bak sarxil bak payz pishib ketdi.
Şoň buningdeki şu memallarımız gap qalsa näge başlayma dep gam qilishning hojati qolmadi. Odullanma şu manzil kaptamlarga kirsanglar, azadi bo'lgan muhit, o'xshagan tamoq, yaxshi bo'lgan mulozimat, har xil uy taomlari kapturlari shunda sarxilalat top ketibdi. Şoňa dostlar, mush film yurak berib saqlayinglar. Vaqt yargap qasma şu jiraqtin kap qolgan memollaringni mushaga boshlashga g'azab asqatadima film. Şoň bir saqlayinglar juma. O'rnin deb biray. O'rnib qalsa Shayar Nayzi Shinfli Ultra Rayning orqa darvozasi. Ya'ni mushu baylan kaptamlarining sol tarafiga joylashgan juma manzil kaptamlari. Oldi shunda hebat yo'g'an devitskilari bor. Unda olib qalsa mehmonni mushagilan boshlaymiz. Manzil sizlar uchun eng yaxshi mulozimat qildi.